shu paytgacha O'zbekistondan haj va umraga borganlarni sarflagan puli 35 milliard dollar ekan. Oho. Har bir ketgan samolyotda 1 million dollar ketar ekan o'sha yoqqa. Rasmiy bu. Norasmiy yana 1 million ketadi. Sabab cho'ntagidagi pulni bilmaysiz odamlarda. To'g'ri. Masalan, to'g'ri. Bu kerak narsa. Haj farz musulmon uchun. Lekin biz o'sha pullarni masalan siz aytgandek agar 35 milliard dollarga yoki har ketayotgan bir samolyotdagi 1 million dollarga 1 million dollar juda ajoyib zavod qursa bo'ladi. Qursa bo'ladi. Bizni pulimiz bilan u hozir necha milliard bo'ladi? Juda katta ishxona qursa bo'ladi. Katta summa bo'ladi. Biz buni o'ylamaymiz aslida. O'sha mayli hajga, umraga borgan odamlarni uyiga boring, yo'lda yurib bo'lmaydi. Ko'chalari loy. Ha. Xarob ahvolda. Biz endi aslida o'sha bir 1000 odamni yoki 100 odamni ishga bir zavod, fabrika qursangiz, o'shaning qaysi umradan kam savobi bor? Qaysi hajdan kam savob bor deng? Buni ham o'ylashimiz kerak, to'g'rimi?